Homiladorlik yo'qotilgandan keyin ayollar o'ziga bir xil savol berishadi. Men nima noto'g'ri ish qildim? Lekin ko'p holatlarda bu noto'g'ri savol. To'g'ri savol esa boshqacha. Bu tasodifmi yoki buni sababi bormi? Sababini aniqlasa bo'ladimi? Men reproduktologman va bugun sizlar bilan shu mavzuda muhokama qilamiz. Nega homila tushish sodir bo'ladi? Nima sabablarga ko'ra va nima sabablar umuman ta'sir homilaga qilmaydi? Va qaysi paytdan boshlab homiladorlikni yo'qotish bu shunchaki omadsizlik emas, balki tekshiruvdan o'tish uchun bu jiddiy sabab bo'lishi mumkin. Aynan shu yerda ko'p ayollar o'zining qimmatbaho yillarini yo'qotishadi. Mening kasbimda esa vaqt bu eng qimmat narsa. Olamda rostdan ham har bitta 8-homila yo'qotiladimi? Va nega bu haqida kam gapiriladi? Bu videoda siz bilib olasiz. Og'ir sumka ko'tarish, sport zaliga borish, stress yoki bir piyola qahva. Bulardan qaysi biri rostdan ham bola tushishiga sabab bo'lishi mumkin? Nimaga homila bo'lganlarning ichida teng yarmi kichkina muddatda tushib qoladi? Nega ba'zan yana ozgina kutib ko'raylik, yana ozgina urinib ko'raylik degan maslahat ayol kishiga, umuman oilaga bir necha yilga muammo bo'lishi mumkin. Bu muammo o'zi qanchalik tez uchraydi? Tushish bilan taxminan har 8-homiladorlik yakunlanadi. Aynan ma'lum bo'lgan homiladorlik, chunki bir xil ayollar homila bo'lganini sezishmaydi ham. Ayrim baholashga ko'ra har 5-si. Ularning katta qismi aynan 1-trimestr vaqtda, ya'ni 12 haftagacha sodir bo'ladi. Bu kam uchraydigan holat emas. Bu organizmning buzilib qolgani ham emas. Shunchaki bu masalani hech kim ovoza qilib muhokama qilmaydi. Nega bu sodir bo'ladi? Homiladorlikning erta muddatdagi tushishlarning tez uchrab turadigan sabablari. Qalqonsimon bezdagi mavjud bo'lgan gormonal buzilishlar, mavjud bo'lgan shamollashlar, yallig'lanishlar, bachadonda bo'lgan tug'ma nuqsonlar, ya'ni bachadonni ichi deformatsiyaga ega bo'lgan miomalar, endometriozlar va embrionda mavjud bo'lgan xromosom o'zgarishlar olib kelishi mumkin. Hozirgi kunda tez uchraydigan AFS sindromi ham bolani rivojlanmay qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Endi keling, har bitta sababni yaqindan ko'rib chiqamiz. Qalqonsimon bezi organizmda katta ishlarni qiladi. Hamma ham bunga ahamiyat beravermaydi va tekshiravermaydi. Bu bitta-ikkita tabletka bilan davolash mumkin bo'lgan patologiya hisoblanadi va buni homilador bo'lishdan oldin albatta tekshirilib, undan keyin homila bo'lsa, bu homila tushishni oldini olsa bo'ladi. Yallig'lanishga keladigan bo'lsak, agar organizm homila paytida shamollab qolsa, tez uchraydigan hozirgi holatda bu kavid, burun va tomoq bo'shliqlari shamollaganida ham hammasi qon quyuqlashib va kichkina arteriyalar tromboz bo'lishiga olib kelishi mumkin va homilani to'xtab qolishiga va keyinchalik tushib qolishiga olib kelishi mumkin bo'lgan sabablar. Va boshqa infeksiyalar to'g'risida gapirsak ham, jinsiy aloqa bilan o'tiladigan infeksiyalar ham mavjud bo'lgan shu holatga olib kelishi mumkin. Bachadonni o'ziga kelsak esa, bachadon bo'shlig'i yuraksimon bo'ladi va bu normada. Bu klassifikatsiya hisoblanadi. Bachadon bo'shlig'ining har xil turlari. Bu bachadon bo'shlig'i normaga kiradi va bu bachadonda muammo bo'lishi alimahol. Chunki bu yerda hammasi yaxshi, hech nima bolaning rivojlanishiga xalaqit bermaydi. Bu yerda esa T-simon bo'shliqqa kiradi. Ko'rib turganingizdek, bo'shliq juda tor. Bu yerda endi gastroskopiya qilib biz to'g'rilab olishimiz mumkin va shunaqa holatga keltirishimiz mumkin. Bu yerda holatni o'zgartirish juda muammoli, chunki devorlari juda ingichka. Bu esa bachadonni ichidagi bo'lgan to'sqinlik, perigorodka deyiladi. Bu ham bizga homilani to'xtashi yoki tushib qolishiga olib kelishi mumkin. Bu vaziyatga kelsak, bu polniy perigorodka deyiladi. Oxirigacha yetgan to'sqinlik. Bu yerda bachadonni ikkiga bo'lib qo'ygan shu to'sqinlik. Shuni hisobiga ham agar bu yerda yoki bu yerda homila rivojlansa
boshlansa ham tushib qolish yoki to'xtab qolish tez uchraydi shu holatlarda. Bu xilma-xil bachadon turlarini ichidan eng tez tushib qolish ehtimoli bu bachadonda hisoblanadi ikkalasida. Chunki agar bu bachadonda bolacha bu yerga yopishsa, bachadon kengayib o'sib ketaveradi, ammo bu yerda muammo bo'lishi katta ehtimol tez tushib qolishi va o'smay qolishi mana bu ikkita devor siqishiga sabab bo'ladi. Hozirgi kunda bachadonni sabablarini, muammolarini ko'p ginekologlar va reproduktologlar ham chekkaga surib qo'ygan desam ham bo'ladi. Chunki biz bolachani eko qilamiz, XY qilamiz, embrionni tayyorlaganimizdan keyin albatta bachadon bo'shlig'ini tekshirib, undan keyin bolachani o'tkazamiz. O'tkazishimiz shart protokol bo'yicha. Va bizga ayol kelsa, homila tushib qolyapti, tez tushib qolgan bir necha marta shunaqa holatlarda men albatta bachadonni tekshirib, undan keyin gormonlarni hammasini tekshirgan holda homiladorlikka tayyorgarlik berishni maslahat beraman. Va aytib o'tganimdek, mioma bo'lsa, bachadon ichida mioma ham ezib qo'yishi, bolani ezib qo'yish hisobiga uni rivojlanmasdan yoki tushib qolish holatlariga olib keladi. Va endometrioz hozir birinchi ginekologiyada eng muhim muammo deb ham aytsa bo'ladi. Bu tez uchrab turadigan hozir ayollarda patologiya hisoblanadi va statistikaga qarasak, endometrioz bilan ayollarda tushib qolish, rivojlanmay qolish belgilari tez uchrab turadi. Va oxirgisi, har doim biz eshitamiz, mana oldimga kelishadi ayollar, doktor mana 3 ta homila bo'ldi, uchalasi ham tushib qoldi. Biz xo'jayinim bilan qarindosh emasmiz, bizda xromosom anomaliyamikin, nimaga bizda tushib qolaveradi degan savol bo'ladi hammada. Albatta, xromosom anomaliyasini ham ko'rib o'tish kerak, lekin xromosom anomaliyasi agar oilada er-xotin qarindosh bo'lsa, anamnezida ikkalasida er tomonda yoki ayol tomonida nogiron tug'ilishlar bo'lsa yoki ularni yoshi katta bo'lsa, shu xromosom anomaliyaga biza abort bo'lgan materialni genetik analizga jo'natishimiz mumkin va tekshirib aniqlasak bo'ladi. Именно shu tushgan homila genetik nosozliklar bormidi bu embrionda yoki bu boshqa sabablarga ko'ra tushdimi? Demak, har doim biz gormonal buzilishlarni istisno qilishimiz kerak, infeksiyalarni, shamollashlarni, undan keyin bachadonda mavjud bo'lgan tug'ma nuqsonlarni istisno qilish kerak va keyin mioma, endometriozning ham albatta hammasi istisno bo'lgandan keyin abortivniy materialni biz genetik testga jo'natsak bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p doktorlar tushib qoldimi, rivojlanishdan to'xtadimi, demak AFS sindromini qo'yishadi. Yo'q, AFS sindromini o'zini qo'yish vaziyati bo'ladi. Albatta AFS sindromini gemesteziolog qo'yib berishi bizga shart. Chunki o'tda o'zini laborator ko'rsatkichlari bor. O'shalarni topshirib, tekshirib olgandan keyin biz AFS sindromini aniq qo'yishimiz mumkin. Undan oldin AFS deb hammaga Klexan, Kardimagnil podryad yozib, shu homilani olib borsa ham tushib qolib kelayotganlar bor. Afsuski, AFS sindrom hozirgi kunda juda tez qo'yiladigan tashxislardan biri. Lekin AFS sindromini albatta ginekolog, reproduktolog va gemesteziolog bilan birgalikda diagnoz qo'yib va olib borish kerak bo'lgan vaziyat. Keling, sizlar bilan sizning aybingiz yo'q narsalarni istisno qilaylik. Bu mening fikrim emas. Bu xalqaro mutaxassislar jamiyatining pozitsiyasi. Oddiy ishlash olib keladimi? Yo'q. Og'ir yuk ko'tarish olib keladimi? Agar siz 5 kilogacha ko'targan bo'lsangiz, yo'q. Uy yig'ishtirishchi? Yo'q. Quti ko'tarish? Yo'q. Jinsiy yaqinlik? Yo'q. Agar jinsiy yaqinlik vahshiy darajada bo'lmasa. Stress, janjal, qo'rquv yoki yomon xabarlar olib kelishi mumkinmi? Ha, mumkin, chunki bosh miyadagi ajralib chiqadigan signallar, adrenalin ishlab chiqariladigan gormonlar bachadon qisqarishiga olib kelishi mumkin va qon выделение kelishi mumkin va orqasidan tushib qolish ehtimoli ham katta. Homiladorlikni bilmasdan turib ichirgan bir piyola qahva olib kelishi mumkinmi? Albatta yo'q. Homiladorlik paytida bir piyola qahva mumkin. Avval qabul qilingan kontratseptivlar albatta yo'q. Agarda siz homilador
homilador bo'lib turib bilmasdan kontratseptiv ichib qo'ysangiz ham homiladorlikka ta'sir ko'rsatishi noma'lum bitta ikkita tabletkani. Erta muddatdagi homila juda yaxshi himoyalangan bo'ladi. Bu shunchaki vaqt jihatidan bir-biriga to'g'ri kelib qolgan bo'ladi va ayollar shu narsalar bilan bog'laydi. Bir vaqtda sodir bo'lgan narsalar bu sabab degani emas. Bu mavzuda shu yerda yopamiz. Eng muhim qismi bitta tushishmi yoki ikkitami? Agar oila yosh bo'ladigan bo'lsa, bitta tushishda xo'p chidasak bo'ladi, gormonal tekshiruvdan o'tib, yana hammasini korreksiya qilgan holda homiladorlikni plan qilib homila bo'lsa bo'ladi. Ammo 30 dan oshgan yoshda esa bitta tushish ham signal bo'lishi mumkin. Albatta reproduktologga murojaat qilib, sababini aniqlab, puxta tayyorlanib homila bo'lish kerak bo'ladi. Yana bir marta aytib o'taman, agar qayta bir necha marta tushish alomatlari bo'lgan bo'lsa, o'smay qolgan alomatlari bo'lsa, albatta bachadondagi bo'lishi mumkin bo'lgan deformatsiyalarni, anomaliyalarni istisno qilib, undan keyin homilaga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladi. Bu masalani reproduktolog bilan yechishingiz mumkin. Puxta bu jarayonga yondashish kerak bo'ladi. Puxta. Albatta gormonal fonini ham to'g'irlash kerak bo'ladi. Yallig'lanishlarni ham oldini olish va davolash kerak bo'ladi. Gastroskopiya qilish kerak bo'ladi. Bachadon ichini to'g'irlash kerak bo'lsa, to'g'irlanish kerak bo'ladi. Undan keyin esa homilaga tayyorgarlik ko'rib, homila diqqat nazoratda olib borilishi kerak bo'ladi. Homilani rejalashtirayotganini o'zida juftliklar hozirgi kunda reproduktologga borib rejalashtirgani ma'qul deb o'ylayman. Chunki rejalashtirayotgandan oldin biz hamma kerakli bo'lgan analizlarni olib, hammasini to'g'irlab, keyin homilaga tushsak, mana shunaqa stresslar kamroq bo'ladi sizga va shu yo'lni to'g'ri deb o'ylayman. Tushib qolgandan keyin esa birinchi martasiga ko'him mayli, ikkinchi, uchinchi martasida u mo'jizani kutib o'tirish kerak emas. Albatta reproduktologga kelib, sababini aniqlab va puxta rejalashtirgan holda homilaga erishish kerak bo'ladi. Xulasa oddiy, yaxshi shifokor topish. Sizda agar tushib qolish bo'lgan bo'lsa, holatingizga qarang, chunki ko'p ayollar bitta tushib qolgandan keyin ham kelishadi, aytishadi, doktor, men boshqa tushib qolishiga chidolmayman, chunki men uchun bu juda qattiq zarba bo'ldi. Shuning uchun hozir sababini aniqlamoqchiman, homilani rejalashtirmoqchiman. Bu to'g'ri yo'l. Pastdagi nomer bo'yicha qabulga yoziling va birgalikda ona bo'lish baxtiga erishaylik.